Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan Microsoft Access dasturi haqida gaplashamiz. Microsoft Access dasturi bu Microsoft kompaniyasi tomonidan yaratilgan ma'lumotlar bazasi, ya'ni database dasturi bo'lib, u orqali biz ma'lumotlarni saqlash, tahrirlash, qidirish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Oddiy qilib aytganda, Access bu kichik va o'rta hajmdagi ma'lumotlar uchun mo'ljallangan raqamli dastur bo'lib, u oddiy Excel jadvalidan ancha kuchliroqdir. Access dasturining asosiy qismlari jadval, so'rov, forma va hisobotdan iborat bo'ladi. Ma'lumotlar bazalari zamonaviy axborot tizimlarining asosi bo'lib, ikkita asosiy vazifani bajarishga mo'ljallangan. Ya'ni katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va kerakli ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlashdir. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi rus tilida SUBD deyiladi, MBBT. Bu bir necha foydalanuvchilar o'rtasida ma'lumotlar bazalarini yaratish, saqlash va almashish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minotdir. Ma'lumotlar bazasi bitta kompyuterda mahalliy yoki bir necha o'zaro bog'langan kompyuterlarda, ya'ni tarqatilgan ma'lumotlar bazasi sifatida saqlanishi mumkin. Ma'lumotlar yaxlitligi deb axborotni kiritish, o'chirish, o'zgartirish yoki qayta ishlash jarayonida buzilishdan himoya qilish uchun mo'ljallangan qoidalar to'plami tushuniladi. Ma'lumotlar bazasining quyidagi obyektlari farqlanadi. Jadval. Ma'lumotlar bazasining asosiy elementi axborotni saqlash inshootidir. Ma'lumotlar bazasi o'zaro bog'langan bir necha jadvallardan iborat bo'ladi. So'rov. Ma'lumotlar bazasining obyekti bu belgilangan shartlarga javob beradigan ma'lumotlarni tanlash va guruh operatsiyalari va hisob-kitoblar yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Forma. Ma'lumotlar bazasi obyekti bo'lib, u foydalanuvchi uchun qulay formatda ma'lumotlarni ekranda taqdim etadi. Shakllar bizga ma'lumotlarni kiritish, ko'rish va o'zgartirish imkonini beradi. Ma'lumotlarni qidirish vositasi sifatida xizmat qiladi va turli xil variantlarni taklif etadi. Hisobot. Chop etilganda ma'lumotlarni ko'rsatish uchun mo'ljallangan ma'lumotlar bazasi obyekti hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo bo'ylab ma'lumotlar bazasining turli dasturlari keng tarqalgan. Ulardan eng ko'p tarqalgani bugungi kunda birinchi o'rinda Oracle dasturi, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Snowflake, Redis, Databricks, IBM DB2, Elasticsearch va hokazo tizimlar ishlab turibdi. Ko'rib turganingizdek, bular dunyo bozorida ma'lumotlar bazasini bo'yicha dasturlarni ko'rib turibmiz. Bu ma'lumotlar bizga dbengines.com sayti ma'lumotlarining 2025-yil oktyabr holati bo'yicha berilgan ma'lumotdir. Lekin yana shu narsani aytish mumkinki, ma'lumotlar bazasida shunday narsa bor, ya'ni SQL tili deyiladi, ya'ni ma'lumotlar almashish, bir ma'lumotlar bazasida yaratilgan bazani boshqa ma'lumotlar bazasi orqali ham ko'rish mumkin bo'ladi. Bu ma'lumotlar bazasining yaxlitligini ta'minlaydi. 1980-yillarning o'rtalarida dasturiy ta'minotni loyihalashni qo'llab-quvvatlashning avtomatlashgan vositalari, ya'ni case tizimlari vujudga keldi. Bu murakkab dasturiy tizimlarni loyihalash uchun ishlab chiqildi va foydalanishga topshirildi. Case bu Computer Aided Software Engineering, ya'ni kompyuter yordamida loyihalash texnologiyasidir. Case texnologiyasi tizimlari rejalashtirishning yetishmasligi va oldindan aytib bo'lmaydigan natijalar bilan tavsiflangan tizimni yaratishning uyda ishlab chiqarilgan usullaridan, ya'ni oddiy usullaridan voz kechib, muddatlar va xarajatlarni rejalashtirish, sifatni kafolatlash va mijozga kerakli natijalarni taqdim etish imkonini beruvchi sanoat avtomatlashtirilgan usullarga o'tish uchun mo'ljallangan. Ya'ni bunda oddiy qo'l mehnatidan avtomatlashtirilgan tizimga o'tishni nazarda tutadi. Microsoft Access bu Windows uchun mo'ljallangan interaktiv relatsion ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidir. Bu biz o'rnatgan aloqalar asosida ma'lumotlarni saqlash va olish uchun foydalanish mumkin bo'lgan dasturdir. Jadval ma'lumotlarni saqlaydigan va ma'lumotlar bazasi tarkibini tashkil etuvchi alohida maydonlardan, ya'ni jadval ustunlaridan iborat yozuvlar, ya'ni jadval satrlari to'plami. Bunday ko'rinib turibdiki, Microsoft Access'da ustunlarimizni maydon,
satrlarni esa yozuvlari deb ataymiz. Jadvallar ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni taqdim etishning asosiy shaklidir. Shakllarni jadvalsiz loyihalash mumkin emas. So'rovlar va hisobotlar jadvallar ustiga quriladi. Microsoft Access 2007-yildan oldin fayl kengaytmasini MDB, ya'ni Microsoft Database deb belgilagan, lekin 2007-yildagi rebrandingdan keyin kengaytma ACCDB, ya'ni Access Database ga o'zgartirildi. Microsoft Access'ning yangi versiyasi ikkilik ma'lumotlar formati, maydonlarda turli qiymatlarni belgilash qobiliyati kabi qo'shimcha funksiyalarni birlashtiradi va ma'lumotlar bazasi endi Office Outlook va SharePoint bilan mos keladi. Maydon nomlari rus yoki lotin alifbosining kichik yoki katta harflar yordamida belgilanishi mumkin. Ularda raqamlar va boshqalar ham bo'lishi mumkin. Maydon nomi bo'sh joy bilan boshlanmasligi kerak. Ya'ni bo'sh joy deganda probel tushuniladi. Qidiruv ustasi, ya'ni master poisker boshqa jadval yoki so'rov ma'lumotlarini o'z ichiga olishi yoki belgilangan qiymatlar to'plamidan iborat bo'lishi mumkin bo'lgan kerakli maydon uchun qiymatlar ro'yxatini yaratishga imkon beradi. Aksesda turli ma'lumot turlari bor, ulardan ko'rib chiqamiz. Demak, korotkий tekst deyiladi, ya'ni qisqa matn, hisob-kitoblarni talab qilmaydigan matn yoki raqamlarni belgilaydi. Uzun matn, длинный tekst, uzun matn yoki matn va raqamlar kombinatsiyasi. Bunda har bir maydonda qisqa va uzun matnning farqi faqatgina undagi ma'lumotlardan emas, unga ajratilgan xotiralashtirilgan joy bilan farq qiladi. Raqamli, chistovoy, hisob-kitoblar uchun ishlatilgan raqamli ma'lumotlarni belgilaydi. Sana, vaqt, data, время, sana va vaqtni tavsiflaydi. Denejniy, ya'ni pulli birliklar. Matematik hisob-kitoblarda ishlatilgan pul qiymatlari va raqamli ma'lumotlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. Bunda agar pulli bersak, kompyuterda interfeysida belgilangan davlat pul birligi hisobida ishlaydi. Dollar, so'm yoki rubl yoki boshqa yevro yoki boshqa pul birliklarini kiritish mumkin. Hisoblagich, счетчик. Jadvalda har safar yangi yozuv qo'shilganda avtomatik ravishda kiritiladigan ketma-ket. Odatda bu bir diapazon bilan o'zgaradi, ya'ni bir plus bir bo'lib o'zgarib ketadi. Mantiqiy, logical, ya'ni logik. Mantiqiy qiymatlarni, shuningdek, ikkita mumkin bo'lgan qiymatdan birini o'z ichiga olish mumkin bo'lgan maydonlarni, to'g'ri, noto'g'ri, true, false, ha, yo'q bildiradi. O'lik obyektlar maydoni. Access jadvaliga bog'langan yoki o'rnatilgan obyekt, masalan, Excel elektron jadvali, Word hujjati, tasvir va hokazolarni dagi ikkilik ma'lumotlar. Giperhavola. Ofis dasturlarida yaratilgan va mahalliy yoki tarmoq disklarida fayllar sifatida saqlangan hujjatlarga, shuningdek, internetdagi veb server sahifalariga havola uchun ishlatiladi. Vложение, ya'ni qo'shimcha. O'lik obyekt ma'lumotlar turi o'rniga tasvir va hujjatlarni saqlash uchun ishlatiladi. Hisoblangan, ya'ni bitstyming. Mavjud jadval maydonlarining qiymatlari asosida hisoblash natijasida yaratilgan ma'lumotlar maydoni. Endi dastur ishga tushgach qanday ishlaydi? Dastur ishga tushgach avvalo bizga boshqa ofis dasturlari kabi tayyor shablonlarni tavsiya etadi. O'zimizga kerakli shablonlar, masalan, bu yerda pustaya baza danliq, ya'ni bo'sh ma'lumotlar bazasi, so'rovlar, loyihalar va boshqalar bor. Biz bu yerda birlamchi nima uchun bo'sh ma'lumotlar bazasini ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlar bazasini yaratganimizda bizda Excel dasturining ish varag'iga o'xshagan tashrif listi, ya'ni tashrif varag'i hosil bo'ladi. Bunda biz birinchi navbatda maydonlarni e'lon qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni maydonlarning nomi va unga kiritilgan ma'lumot turlari e'lon qilinadi. Bunda bizga sozdание, ya'ni yaratish menyusidan foydalaniladi. Bu yerda tablitsa, ya'ni jadvallar konstruktori yoki SharePoint ro'yxatlardan foydalanish mumkin. Agar biz konstruktordan foydalangan bo'lsak, bu yerda bizda tanlaganimizdan keyin tablitsa 1, ya'ni birinchi jadvalni yaratish taklif etiladi. Xani berganimizdan keyin har bir nimaga beriladigan maydonga nom va uning kiritiladigan ma'lumot turlari e'lon qilinishi kerak bo'ladi. Mana konstruktor rejimida qisman yaratilishi ko'rdik. Demak, bu yerda biz familiya, bunga qisqa matn, ism,
va ota ismini qisqa matn deb, tug'ilganlik yilini esa data времяda belgiladik. Va shu 4 ta maydon asosida shu yerda bitta narsani aytib kerak, men bu yerda 4 ta maydon dedim, haqiqatdan ham bu yerda 4 ta maydon bor. 5-maydon, ya'ni kod maydoni bu unikal bo'lib, bu dastur tomonidan qo'yiladi, uni o'zgartirish mumkin emas. Agar biz bu yerda biror bir yozuvni o'chiradigan bo'lsak, kod random, ya'ni qayta raqamlanmaydi va eski raqamlar orasida bo'sh joy bo'lib qolib ketaverishi mumkin. Ya'ni 3-qatorni agar bo'ladigan bo'lsa, olib tashlaydigan bo'lsak, 1, 2, 4 va hokazo davom etib ketadi. Jadvallar orasidagi munosabatlar. Jadval orasidagi munosabat turli jadvallar uchun bir xil qiymatlarni o'z ichiga olgan maydon yoki maydonlar yordamida o'rnatiladi. Ko'pincha bu munosabatlar boshqa jadvaldagi mos keladigan maydon chet kalit deyiladi bilan bitta jadvalning asosiy kaliti yordamida o'rnatiladi. Jadvallar orasidagi munosabatlarni aniqlash uchun ma'lumotlar bazasi vositalari da ma'lumotlar bazasi sxemasini ochiladi. O'zaro munosabatlarni birinchi marta aniqlaganimizda ma'lumotlar bazasi sxemasi oynasi ochiladi. Undan keyin jadval qo'shish dialogi oynasi ochiladi. Ushbu muloqot oynasida barcha jadvallarni tanlash, qo'shish va keyin yopish tugmalarini bosish orqali amalga oshiriladi. Tanlangan jadvallar ma'lumotlar bazasi sxemasi oynasida joylashtiriladi. Mana buni ishlashini ko'rib turibsiz. Buning uchun bizda o'zaro munosabat uchun albatta eng kamida nechta jadval bo'lishi kerak? Albatta ikkita jadval bo'lishi kerak. Ko'p bo'lishi mumkin, lekin bitta jadvalda mumkin emas. Mana bu yerda endi turli shakldagini ko'ryapmiz. Mana demak bu yerda lavozim maydoni yaratilgan va lavozim maydoniga ma'lumotlar kiritilyapti. Bundan tashqari biz sxemadan kiritishimiz mumkin. Bunda sxemadan kiritilganda beriladigan maydonlarni avtomatik kiritishga yordam beradi. Har bir maydonga kiritiladigan maydonni turi kiritilyapti. Ya'ni turi kiritilgandan keyin unga yozilgan yozuvlarda shu turdagi ma'lumotlarni to'ldirish mumkin bo'ladi. Bu yerda esa podstanovkalar orqali kiritish ko'rsatilgan. Endi счетчик mana boya o'tkazdik, demak счетчик bizda unikal bo'lib, dastur tomonidan qo'yiladi va biz uni tahlillash imkoniga ega emasmiz. Ya'ni avtomatik ketadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.